Assalomu alaykum, hurmatli bankimiz mijozlari. Bugun muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan 3 tajribasi asosida uchrashuvda yig'ilib o'tiribmiz. Bu uchrashuvimizdan asosiy ko'zlangan maqsad bitta. Siz tadbirkorlarning murojaatlaringizni hal qilish orqali ish o'rinlarini ko'paytirish, doimiy ish bilan ta'minlash. Masalan, ishlaringizda qandaydir savol yoki takliflar bo'lsa, marhamat. Masalan, sizlarning banklaringizda qanday bir kredit nimalari bor, turlari bor? Marhamat, o'tiring. Bizni savolingizga javob beradigan bo'lsam, bizni bankimizga kiritilgan 10 ta mahalla bor. 10 ta mahalla. Shu 10 ta mahallada istiqomat qiluvchi, doimiy nimada turuvchi fuqarolarni o'zimiz bank qilish orqali bizlarda kreditlarimiz mavjud. Masalan, bunga misol qilib mahalla loyihasi kreditimiz bor. 50 million so'mgacha. 5 yillik bo'lib 2 yil imtiyoz davr bilan beradi. Erkaklarga 25%, ayollarga 23% bilan. Faqat u o'sha fuqarodan o'zimiz bank qilish guvohnomasi so'raydi. Yana misol qilib savolingizga biznesga ko'mak degan kreditimiz bor. U 4 yillik kredit bo'lib 6 oy imtiyoz davr bilan beradi. Erkaklarga 25, ayollarga 23% dan beriladi. Bunga faqat o'zimiz bank qilgan shaxsning guvohnomasi talab qilinadi. Biz xodimlar tomonidan 3 bank ish kunida kechiktirmasdan chiqarib beriladi.